Pokistonda hukumatga qarshi uram jiyinlari quyib yog'gan yomg'ir ostida da davom etdi. Bu oyga planlashtirilgan Xitoy prezidentining Islomobodga safari protestlar sababli kechiktirildi. Avgust o'rtasidan beri Premier Ministr Nawaz Sharifning o'rnidan ketuvini talab etgan uram jiyinlari boshqalada kuchayagina. Ilning dunyog'ida esa Sharifni yo'qlab uram jiyinlari o'zdi. Unda qatnashgan aktivistlar opozitsiyani ilni tarqatuvga keltirishak bu protestlarni to'xtatishga chaqirdi. Bosniyaning Zenica shahrida yer titruvda ko'mir shaxtasi jimirilib, yer ostida ishchilar qoldi. 18 soat ilm-ta'sis turgandan so'ng 29 shaxtyor qutqarildi, 5si halok bo'lgan. Qo'yga ham oshu bosgan tuganlari 1990-yilgi Bosniya so'g'ishida jimirilgan shaxtalarda ishlovning emin bo'lmog'i nazarlandi. Bu shaxtada bu yilgina endi 2 shunday qazo bo'lgan, lekin ma'arshi o'lgan kishi bo'lmagan. Gruziya Oskar kinofestivalini chet el filmi belgisini jibarish uchun o'z asarini so'yladi. Madaniyat ministrligi taqdim etgan Kukuruz bosuvi ismli kinoda 1992-yilda Abxaziyaning Gruziyadan ayrilib chiqu vaqtida Abxaz bobasining unug'i bilan munosabatlari suratlangan. Gruziya Oskarga taqdim etilajak tag'in bir asarda qatnashadi. Estoniya bilan birga tushirilgan asar bir ovul kishisining shuluq so'g'ishda ikki yoqdan da yaralangan so'g'ishlarga yordam etuvi turunda. Olmaydı. Bunda sürmeniz yok. Kamera o'ylaydi. Ostanada aktivistlar Fransiya konsulligi qarshısında Fransiyaning milliarder Muxtar Ablazovni Qozog'istonga topshirmoqni o'tinib uram jiyini uzdirdi. Ablazov o'zgan yil Fransiyada qo'lga olindi. Qozog'istonda u bankdan 6 milliard dollar ақша o'g'irlashda ayblanadi. Onu yo'qlab chiqqan aktivistlar esa qozoq rasmiylari uning opozitsiyadagi ma'lumot choralarini finanslashdan ushaladi deb sanaydi. Это однозначно, что если его депортируют, то его опять же ждет подобный же. Шулук Останада bir төркем суқарлар jamg'iyati vakillari Prezident Nursulton Nazarboyevga o'z uyushmalарындагы nizaq turында shikoyat etarga jildi. Ular jamg'iyat yetakchisi finans mutlaqlarda shiklaniladi deb uni o'rnidan olirga chaqirdi. Bu turdagi murojaatni ular prezidentga yo'lladi. Ularning bu chorasini eminlik kuchlari kuzatib turdi.